Qo'qon shahar markaziy o'yingohi yoshlar festivali doirasidagi futbol shousi va gala konsertni tomosha qilish uchun tashrif buyurgan o'g'il-qizlar bilan gavjumlashdi. Guldiroz qarsaklar sadolari ostida maydonga futbolchilar chiqib kelishdi. San'atkorlar va kamolotchilar o'rtasidagi futbol shousi qizg'in tus oldi. O'yinchilar bahslarga qattiq kirishib ketdilar. Murosasiz tortishuvlar, hayajonli daqiqalar va hal qiluvchi vaziyatlar tomoshabinlarni xushnud etdi. Elimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lar ekan, faqatgina bayramlar, tantanalar, shodiyonlar yarashadi. Biz mana shu shodiyonlarga xalqqa kayfiyat ulashishga o'zimizni hissamizni qo'shayotganimizdan xursandmiz. Futbol shousi taniqli san'atkorlar ishtirokidagi gala konsertga ulanib ketdi. Tinimsiz yoqqan yomg'ir ham bayram kayfiyatiga aslo ta'sir eta olmadi. Futbolga, san'atga ishtiyoqmand qo'qonlik yoshlar o'z o'rindiqlarini tark etmagan holda chiqishlarini katta qiziqish bilan kuzatib bordilar. Bunday festivallarda biz yoshlarga juda katta do'stlashish uchun, birlashish uchun juda katta sharoitlar, imkoniyatlar yaratilyapti. Albatta bunga javoban biz o'zbek yoshlari vatanimiz bayrog'ini dunyo arenalariga olib chiqishimiz kerak. Hammamiz o'z sohamizda, tadbirkorlar, hunarmandlar, hamma barcha sohada ish yuritayotgan O'zbekiston farzandlari, biz yoshlar o'zimizni mehnatimiz bilan, kuchimiz bilan vatanimizga foyda keltirishimiz kerak deb o'ylayman. Ona yurt qadri, yoshlik sururi, sevgi va sadoqatni tarannum etuvchi, milliy an'analarimizga asoslangan kuy va qo'shiqlar festivalga jam bo'lgan o'g'il-qizlar qalbiga muhrlandi. Biz kamolot faollari bugungi festivalda juda ham jo'shqin kayfiyatda faol ishtirok etyapmiz va bu festival bizni kayfiyatimizga xush kayfiyat va shijoat bag'ishlaydi va ertangi kunlarga ishonch bag'ishlaydi. Bunday tadbirlar yoshlarni vatanni sevishga, tinchlikni qadriga yetishga, o'z oldiga qo'ygan ezgu maqsadlari sari olg'a intilishga chorlaydi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Islom Nishonov, Shohyor Qayimov, O'zbekiston onlayn axborot dasturi uchun Qo'qon shahridan tayyorlandi.